Bir direktor bir qizni katiblikqa alayda taklif qilibdi. Bir qancha kun o'tgandan keyin direktor katib qizga debdi. Ha, katib. Ha, direktor. Yaqinqi vaqtlardan buyon ish bordingiz, bak yaxshi. Rahmat. Ammo Nima bo'ldi? bugun kechda vaqtingiz bormi? Uy, direktor, odamni nimanda xushal qilsiz? Siz desangiz, albatta bor. Amis cho'qirang. Oy, direktor odamni taqozo qilmay tezdan nemishdi. Dal o'rayma. Danga. Amisi berib boldiroq uxlang. Erta yana xizmatga kechikib yurmang yana. Bir bemor doktorning oldiga kelib, hol ahvol aytishga boshlabdi. Doktor. Voy, qanday vaqt yaxshi, keling o'tiring. Men yana oldingizga kelib qoldim. Voy, shu nemish bilan keldingiz, xudo o'tgan burumda yaxshi bo'lib qolgandingiz-ku. Men g'alati bir kasal giribta bo'lib qoldim desa, shuni bir ko'rsatib qaydab kelgandim. Nima deydigansiz, g'alati kasal? Qani da qanday kasal? Mushu qarang, heli degan gapimni heli unutib qolaman. Tova. Qanday ishdi bu? Bu pek chotoq bo'pti. Yili degan gapingizni yili unutib qolgan bo'lsangiz. Dana bu kasalga qachondan beri giribtar bo'lib qolgandingiz? Qaysi kasalni deysiz? Apisi bilan belli televizor ko'rayotgan bir bola apisidan so'rabdi. Opa, Ha, bola? men do'tma. Yo'q, bolam, kim deydi seni do't deb? Sen hargiz do't emas, balki shundoq aqlliq degina. Sen bu davomliq shundoq deysa, undoq bo'lsa maktabdagilarning hammasi meni sen bak do't deydi-ku. Oy, balam, boshqalar bilan qaring bo'lmasin-chu. Ular seni tushunmagan ekan shundoq dali berdi. Opa, biroq men bu o'zimni shu ba'zi vaqtlarda mush do'tdak his qilib qolaman-kan. Oy, balam, unda o'ylama. Sen hargiz do't emas, shundoq aqlli. Allah, opa, shu biroq men Voy, nimada to'li gap qilsa deyna u do't qalva. Bir aldirash uyiga kirib tamoq etayotgan ayoliga debdi. Voy, men keldim. Voy, nima bo'lib ketdingiz, nimachi? Voy, qiziq. Bir xabar oldim. Voy, nimani angladingiz? Angladingmi? Nemishni? Bu qo'shnimiz Hasanning ayoli bir er bilan qech ketibdi. To'g'ri. Voy, Hasanning ayoli. Ha, Hasanning ayoli. Voy, nima deydigansiz? Ay. Voy, ajab satish qilibdi-ku, xotin qarab turiblam. Rasmi juma. Voy, bu bo'lmabdi bu. Voy. Ay, Hasanning ahvoli qandaqroq, nima bo'lib ketgandi u bechora? Voy, shu men shu nima bo'lib ketdi deb kirgan. Ha. Kirsam hozir har holda tinchlanib qoldi qara. Voy. Voy, bayamchi? Ha. Mush xoshalliqdan o'lab qolaylik deb qopti-ku.